Murok Plus pansionatimizamiz hozir mana shunaqa archazorni ichida joylashgan. Ayniqsa yoshlari katta sayohatchilarimiz uchun juda ham mos joy. Juda ham tinch, olmaxonlar o'ynab yuradigan, Белая Berezkaga archaga to'la bir joy. Tak, ну давайте mana bu yerdan kirib ketamiz, bir ko'raylik. Kirish joyi yoqda ham bor, bu yoqda ham. Tak. Mana shunaqa juda ham bir soya salqin joyda joylashgan. Kottejlarimiz, ya'ni nomerlarimiz двухэтажный kottejlarda joylashgan. Standart, polyuks, lyuks, plus mana shunaqa kategoriyadagi nomerlar. Tak. Mana bu yoq tomonga ham ketsak, o'sha territoriyaning ichida joylashgan. Tak. Bu yoqda ham hozir endi konец sezon oxiri bo'lganini hisobiga hamma narsalarni yig'ishtirib qo'yishgan bu yerda уже. Hozir bugun 29-avgust 2025-yil. Umumiy bir obzor qilib beryapmiz turistlarimiz uchun, qanaqa joyga kelamiz, qanaqa bo'ladi nomerlarimiz degan sayohatchilarimiz uchun bu obzor, ya'ni sizlar uchun chista. Tak. Bu yerda odatda o'sha stol, kreslo mana shunaqa narsa bo'ladi. Bu yerda gaplashib o'tiradigan, boshqa qiladigan joy. Ham kachelilarimizdan juda ko'p har xil joyda bo'ladi. Voy. Mana shunaqa territoriyani o'zi Voyajda, значит, 4-5 gektar, bu yerda bir 2-3 gektarda joylashgan territoriya. Zeleniy zonasi hammasiniki bitta. Bir-birinikiga o'tib, qaytib yuraveradi. Tak. Ну давайте, mana bu детский площадкachasi bor, kichkinagina bolalar uchun, семейный kelganlar uchun. Juda ham mos. Mana sezon oxiri bo'lishiga qaramasdan hali ham sayohatchilar bor. Mana bunaqa kachelilar hamma joydan topsangiz bo'ladi. Mana bolalar o'ynayapti, lekin bu attraksionlardan foydalanmayapti, telefon o'ynayapti. Nima deymiz endi boshqa? Tak. Вот har bitta nomerni yoki o'sha har bitta kottejni oldida mana shunaqa kachelilarimiz, voy, mana kachelilarimiz bor. No, kelgan odam menimcha bu yerga afsuslanmaydi. Sababi birinchidan juda tinch, ikkinchidan juda ham toza havo. Gap bo'lishi mumkin emas. No, plyajga agar Murok Plus yoki o'sha Voyaj pansionatining darvozasidan hisoblaydigan bo'lsak, plyajni o'zigacha 500-550 metr. Yani ba'zi turistlarimiz aytishyapti, voy, kottejimizdan uzoq ekan deb. Ну, конечно, o'zi pansionatning hududi ham katta, o'shani hisobiga uzoq tuyuladi, где-то bir 800 metr, 850 metr yurib boriladi. No, lekin gaplashib borgan paytda 10 minutlik yo'l. 10 minutlik yo'l. No, ko'rib turganlaringizdek, mana bu yerda даже obyekt borligi ham ko'rinmaydi. Shu darajada zich ekilgan daraxtlar, soya salqin, shu darajada zich. Ya'ni kelgan odam haqiqiy kisloroddan mazza qilib to'yib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu tak, mana bu yoq hozir ko'rib turgan joylaringiz, значит, Murok Plus'ning korpus varianti, mana chap qo'limizdagi korpus. O'ng qo'limizda, значит, shu korpusdagi mehmonlar hammasi o'tirib dam oladigan joy. Aytganimdek, mana kachelilar turibdi, lekin stol-stullar yig'ishtirib tashlagan, konец sezoni. Tak. Xonalar bu yerda odatda shu family lux va lux nomerlar shu yerda joylashgan. Tak, Murok Plus pansionatimiz, значит, Murok Plus pansionatimiz. Bu tomonga yuraylik, bu tomondan chiqib ketamiz. Qanaqa ko'chaga chiqilishini ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Shu bilan menimcha butun bir potensialni ko'rsatgan bo'lamiz. Nomerlar o'ziga yarasha standartniy nomerlar, значит, 2 kishilik, 2+1lik. Keyin lyuks nomerlar 5 kishigacha olsa bo'ladi. Yoki 6 kishi ham ketsa bo'ladi. Dop kravat qo'yib beriladi, обязательно.
xona kategoriyalarini video davomida albatta ko'rishimiz mumkin. Tak, yana nimalarimiz qoldi? Xullas, charchagan odam, issiqdan charchagan, ishdan charchagan, hayotdan charchagan, umuman hayot tashvishlaridan charchagan odam shu yerga kelib tinch, osoyishta bir atmosferada dam olib ketadi. Bu territoriya polni mana ko'rib turganlaringizdek soya salqinda ichida joylashgan bir chiroyli pansionatimiz desak bo'ladi. Murok Plus pansionati. Tak, mana bo'ldi. Bu yog'i mana shu yerda tugaydi Murok Plus. Bu yog'i Voyage pansionati boshlanib ketadi. Так, chap qo'limizda, значит, korpus, o'ng qo'limizda polni белый berезkalar. Juda chiroyli tartibda qilib qo'yilgan.